Bismillahirrahmanirrahim. An'am suresi. Mekkede nazil bolgan 165 ayet. Nahayeti şefqatlik, tolumu mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Bu surenin asaslık maqsadi tevhid, yani Allah Ta'ala'nın yegane ilah ekanligiga e'tiqod qilish aqidasini aqliy dalillar bilan isbotlash va shirk, yani ko'p ilahlarga e'tiqod qilish aqidasining saxtaligini o'ttirg'i chiqarishdan iboratdir. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan, qorong'uliqlarni va yo'riqlikni paydo qilgan Allohga xosdir. Kafirlar shuncha ko'p oyat va dalillarni ko'rib turuqliq maxluqotni Robbiga tan qilib oladi. Allah sizlarni laydan yaratgan, ondan ajlinglarni bekitgan zotdir. Sizlarning tiriladigan vaqtinglar uning dargohida ma'lumdir. Ey kafirlar, sizlar mushu bayondan keyinmi tirilishga shak keltiryapsizlar. U osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik Allohdir. U sizlarning yushurun va oshkora ishinglarni biladi. Yaxshi va yomon barliq amalinglarni bilib turadi. Ashularga, ya'ni mushriklarga Rabbining oyatlaridan biror oyat kelsila, ular uningdan, ya'ni uni qabul qilishdan bosh tortadi. Ularga haq kitob Qur'on kelibdi, ular uni yolg'on dedi. Uzoqqa qolmay ularga o'zlari masxara qilgan narsaning xabarlari bo'lgan azob keladi. Ular bizning ulardan ilgari o'tgan nurg'un millatlarni halok qilganligimizni bilmadimi? Biz ularga yer yuzida sizlarga bermagan imkoniyatlarni bergan edik. Ularga mo'l yomg'irlarni yog'dirib bergan edik va o'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ey payg'ambar, agar biz sana ular talab qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan, kafirlar uni qo'llar bilan tutib ko'rgan taqdirdami, albatta ular bu faqatli up-uchuq bir sehrdir deydi. Ular uningga, ya'ni Muhammadga biz ko'ralaydigan bir farishta tushirilsa bo'lmamdi dedi. Agar uningga biror farishta tushirgan bo'lsak, albatta ularni halok qilish to'g'riliq hukm chiqarilgan bo'ladi. Ondan ularga muhlatma berilmaydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdami, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni hozir tushgan shubhiga yana tushiratdik. Ey payg'ambar, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarimo haqiqatan masxara qilingan edi. Masxara qilganlarni o'zlari ko'zga ilmagan azob qo'rishib oldi. Ularga aytqinki, yer yuzini kezinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab beqinglar. Ey payg'ambar, ulardan so'rag'inki, osmonlardagi va zamindagi mavjudotlar kimning? Aytqinki, Allohning. Allah rahmat qilishni o'z ustiga olgan. Cho'qim bo'ladigan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'adi. Kufrini tanlash bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Kechi va kunduzda mavjud bo'lib turgan shaylarning hammasi Allohningdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, u mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bor qilguvchi Allah hammaga rizq beradigan, o'zi rizqqa muhtoj bo'lmaydigan tursa, men Allohdan boshqasini madadkor qilib olamdiman. Aytqinki, men bu ummat ichida musulmon bo'lganlarning tunjisi bo'lishga buyurildim va menga hargiz mushriklardan bo'lmag'in deb amr qilindi. Ularga yana aytqinki, agar men Robbimga osiylik qilsam, buyuk qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. O'sha kunda kimki azobdan qutuladi ekan, Alloh uningga rahim shafqat qilgan bo'ladi. Ana shu up-uchuq nijotlikdir. Ey inson, agar Alloh sana biror kulfat yetkazsa, uni Allohdan boshqa ko'tarib o'tguchi yo'qdir. Agar Alloh sana biror yaxshilik yetkazsa, uni to'sib olguchi yo'qdir. Shaksizki, Alloh har narsaga qodirdir. Allah bandalarining ustidan tizgillab turg'uchidir. U hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammadan xabardordir.